Kompot, lekin sen bu yerda hech nima topolmaysan, bilasanmi shuni? Yo'q, qishloqqa men bundan topishim aniq. Balkim kovlasak yanada ko'proq kovlasak chiqsa kerak. Men o'zi resurslarni olganman. Okey, mayli bo'lmasa kompot. Bo'lmasa mayli, agarda topaman desa mayli. Lekin hech nima qolmagan shaxtaga man aytib qo'yay, shu yopilgan shaxta, endi yangi shaxta qilishimiz kerak. Ha, mayli, bo'pti, davay qishloqqa. Mayli, omad senga. Okey. Xo'sh. Barcha salom obunachilar. Meni ismim Kompot bo'ladi. Yaxshimisizlar, tuzmisizlar, tinchmisizlar? Yozda, issiqqina havoda qanday bo'lyapti obunachilar, jotib ketyaptimi? Hamma konditsionerda tagida mazza qilib dam olib o'tiribsizlar obunachilar. Короче, mana so'rasanglar obunachilar barchasi joyida ajoyib. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda shaxta bor, juda shaxta bor. Barcha narsani mana shaxtadan olib tashlashga mana deyarli hech nima yo'q. Bloklar, tuproqlar turibdi, bo'ldi. Faqat bu bloklar bizga nimaga kerak? Umuman kerak emas-ku bizga bloklar. Lekin obunachilar men qaranglar. Вообще men hayronman, mana bu yerda hech nima yo'q, lekin mayli, mana shu yerda to'g'ri nima desam bo'ladi? 3 ga 2 qilib yo'l qilib kovlab ketamiz. Qanday qilib 3 ga 2 bo'ladi deydiganlar bu obunachilar tomosha qilsanglar, men sizlarga ko'rsataman hozir. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda. Xo'p, mana bu bo'yi 3 ta blok bo'ladi, eni esa 2 ta bo'ladi. Tushunyapsizlarmi obunachilar? Mana shunday bloklar bo'ladi. Mana bo'yi 3 ta blok, eni esa 2 ta blok bo'ladi, 3 ga 2 bo'ladi va ajoyib. Mana ya'ni endi buni boru kovlab chiqishimiz kerak. Qani nimadirlar chiqib qolsa kerak, obunachilar kerak, resurslar, shunaqa deganlar deb bilasizlar, obunachilar bizga juda ham kerak. Mayli, qishloqqa ishonmaganda qani hozir biza bir qurib ko'ramiz, obunachilar qishloqqa ishonishi kerak. Qishloqqa nima desam bo'ladi? Qishloqni adashganligini ko'rsatib qo'yishimiz kerak obunachilar, bilasizlar-ku. Oy obunachilar, только nima desam bo'ladi, mana bu anolarni kovlayapmiz, mayli. Xo'sh, obunachilar bor, вообще juda ham ko'p kovladim deb o'ylayman. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ko'p kovladim obunachilar. Hech nima topmadingmi deydiganlar bo'lsa, yo'q obunachilar, topganman, xavotir olmanglar obunachilar, mana ko'rib turganinglardek topganman. Misol uchun mana qo'yadi. Men bloklarni qo'yadi. Mana короче sandiqlarni ko'rishingiz mumkin. Bu sandiqlarda короче men bu mana shunaqa keraksiz toshchalar turibdi obunachilar. Toshlar desa ham bo'ladi obunachilar, mayli. Nima bo'lganda mana 10 ta olmos yig'ganmiz va yana 1-2 stak nima desam bo'ladi, ko'mir yig'ganmiz va oltinlar obunachilar. Mayli obunachilar, yana kovlab ketaylik obunachilar, qani. Nima bo'lar ekan, odam toza charchatdi, lekin juda charchadim. Mayli, kovlayveraylikchi. Odam qorni ham ochib. Mayli obunachilar, xavotirga o'rang. Mana shularning barchasini buzaveraylikchi obunachilar. Odam toza charchab ketdi-da. Juda charchadi obunachilar. Non bilan men bu tuproq buzyapman. Nima qiliq bu? Mayli obunachilar, men bu belkiraga olib kelmagandim obunachilar. Odam toza charchadi deyarli. Juda charchadi obunachilar. Men ko'rishingiz mumkin, juda ham ko'p. Nima desam bo'ladi, bloklar kovladim. Juda ham uzoq, juda uzoq obunachilar, bilmadim. Qishloqdan ham chiqib ketgandirman, bilmadim. Juda bilmadim. Juda ham bor, juda ko'p bo'lib ketdi-da. Mana qaranglar. O'zi normal narsa topdim deydiganlar bo'lsa, ha, ko'rishingiz mumkin. Olmos topdim. Nimaga 4 ta bo'lib qoldi deydiganlar bo'lsa, boya 10 ta edi-ku deydiganlar bo'lsa, obunachilar, 1 stak olmos qildim. Ishonsanglar, ishonmasanglar, men bilmadim. Juda ham ko'p olmoslar chiqib ketdi. Lekin mayli, xavotirga o'rang obunachilar, yanada ko'proq olmoslar qilishga harakat qilamiz. Bugun toza odam jumadim. Bu yana nima bo'ldi? Obunachilar, to'xtanglar, jiminglar. Shovqin qilmanglar obunachilar, shovqin qilmanglar. Qani, nima bu? Nima bo'ldi? Nima bu? Qayer ekan bu? Tushunmadim. Bu qanaqa yer bo'ldi bu? Qanaqa tashlandiq yer bo'lishi mumkin? G'alati, ha. Bu yana nima ekan? Bu yerda nimalar bor ekan? Obunachilar, nimadir nito obunachilar, bilmadim. Nimadir nito deyapman, emas nito obunachilar, oddiygina tashlandiq joy, tashlandiq xona, tashlandiq. Lekin nima uchun men bu yerda ostidan qurgan g'alati. Qaranglar, mana bu krovat, keyin qanaqadir rakvina bor ekan, yana qanaqadir narsalar bor ekan. Bu yana nima bo'ldi? Bu lampa anchadan beri yoniq obunachilar. Demak, bu yerda kimdir bo'lganmi? G'alati. Va bu yerda qanaqadir pechka, balkim shaxtyor bunaqa kichkina pechkalarda bo'lmaydi. Va mana bu benzinni hidi kelyapti obunachilar, yoqilg'ini hidi kelyapti. Yaxshi. Tushunmadim. Bu yerda kim yashagan bo'lishi mumkin? G'alati. Mayli. Qanaqadir yosh bola yashagandek ko'rinyapti. Chunki ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda
o'yinchoq turibdi, o'yinchoq nima edi man bu poyez turibdi va bu yo'q, juda ham qorong'u bo'lib ketdi-ku. Bilmadim obunachilar. Bu yerlarda bu yerlarda oddiygina mexanizm bo'lsa kerak. Men bu lampani mexanizmi bo'lsa kerak obunachilar, yana ham bilmadim. Okey. Okey, mayli obunachilar, ko'rishim. Yo'q, bu narsalarni qaranglar. Bu yerda nima desam bo'lar, mana bunaqa temir yo'llar bor ekan. Nima bu birorta poyezdchini xonasimi ekan obunachilar? Men bu maxfiy podvalmi deb bo'lmaydi obunachilar, bilmadim nimada bo'ladi. Mayli bo'lmasa hozir men bu yerga bilmadim qarash kerakmi? U pastda nima bor ekan? Pastda qanaqadir yer bor ekan, maxfiy yer bo'lsa kerak obunachilar. Menimcha bu yerda maxfiy joy bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Bu yerda oddiygina narsa bor ekan. Okey, oddiygina narsa bor ekan obunachilar, mayli. Oddiygina anavada polizda obunachilar o'zim ayrimlar survival kim shunaqa anarxiyaga o'xshagan o'yinlar o'ynagan bo'lsa bilsa kerak. Okey, mayli, to'xtab turinglar obunachilar. Men shu narsalarimni shunday qo'yib kelay-da, juda ham kerak narsalarni keyin qaytib kelamiz obunachilar, ko'ramiz. Xo'sh, yaxshi. Xo'sh, obunachilar, men ko'rishingiz mumkin, barcha narsamni qo'yib keldim, kerakli narsalarni olganman. Xo'sh, yaxshi. Bu yerdagi narsalarni ko'rdim adashmasam. Bu sandiqda nima? Men bu taxtali qilich 10 uron berar ekan. Даже nima desam bo'lar, men bu olmoslik qilichdan juda ham yaxshi ekan. Olmoslik qilich вообще kam beradi-da obunachilar, bilsanglar agar. Вообще qo'yil gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bu yerda nima bor ekan? Bu yerda qanaqadir koridor bormi obunachilar? Bilmadim, mayli, qani bitta ochib ko'raylik-chi. Bu yerda koridor bor ekan, yaxshi, qani asta-sekin bilan o'taylik, asta. Voy, bu yerda kimdir bormi? Kim bor bu yoqda? Yo'q, bu koridorda uzunligini obunachilar bu yerga nima desam bo'ladi? Ko'pincha qo'rqinchli kinolarda shunaqa koridorlar bo'ladi, uzun koridorlar bo'ladi, qanaqadir bir monsterlar chiqib qoladi o'sha uzun koridorlardan. Bilmadim obunachilar, kirsammi, kirmasammi? Bilmadim, o'ylagan pot o'ylay. Mayli obunachilar, baribir ham kirib ko'rishimiz kerak, to'g'rimi? Bu yerlarda birorta o'zim himoya qiladigan narsalar yo'qmi ekan? Bilmadim. Mayli, bo'lmasa nima qilib o'tiribman, bunaqa qo'rqib. Mayli, bo'lmasa kirsam kiribman. Nimaga bunday qo'rqyapman? Obunachilar bir kommentariyada yozayotgandirsizlar. Kompot qo'rqoq ekan deb, obunachilar uzr so'rayman. Mun qaranglar, uzunligini. Вообще bor, tuganmas koridor. Mayli, boraveraylik, chiqqani nima chiqar ekan. Xo'sh. Mun qaranglar koridor. Xo'sh, obunachilar, mun qaranglar, yuqoriga chiqyapman, qanaqadir. Mana tashqariga chiqdim obunachilar, tashqariga ajoyib va nihoyat tashqari. Menimcha bu yerda birorta sirli yo'l ochgan bo'lsa kerak demoqchi edim. Voy, sen qo'rqitib yording meni. Sen kimsan sen bu? Kim qo'yib ketgan buni? Ataylabdan kimdir qo'yib ketganmi buni yo o'zi turibdimi bu, bilmadim. Qo'rqib ketdim obunachilar. Bu kimdir birorta monster turibdimi deb o'ylabman. Mana bu yerda qo'yib qo'yadi. Вообще odam qo'rqib ketdi. Bu yerda nima, vagonmi? Vagon. Bunchalik katta vagon ko'rmagan ekanman. Bu yerda qanaqadir yorug'lik. Lava ekan, obunachilar, bu qanaqa yorug'lik ekan deyotibman. Okey, mayli. Qani bo'lmasa yuqoriga chiqaylik-chi. Yuqoriga, mun qaranglar vagonni. Vagonda narsalar borligini qaranglar. Okey, lekin men bu yomon qo'rqitdi meni. Okey, mun qaranglar. Asta o'taylik-da mana bu yerdan. Bu yerda qanaqadir, vagonda kimdir bormi? Kimdir uxlayaptimi vagonda? Vagon bitta eshikni ochib ko'raylik. Ochilasam, nima qanaqadir kabinaga kirib qoldim. Mana bu vagonni haydaydigan, ya'ni kabina bo'lsa kerak obunachilar, bilmadim. Mayli, asta-sekinlik bilan tushgan yaxshi deb o'ylayman. Hoppa, ehtiyot bo'lamiz, ehtiyot. Okey, mana buni bir nima qilib ochish kerak. Qanday qilib ochsa bo'ladi? Davay, och, davay. Bitta, chumam. Yana bu yerga kirib qolamiz. Ehtiyot bo'lamiz, bu safar kirmaymiz. Tushib ketyapti, ehtiyot bo'lamiz, mayli. Tezroq foydalanib bir ko'rib olaylik-da, ichkarida nimalar bor ekan. Bitta ochiq, qanaqa eshikda bitta mo'ralab qaraylik-chi. Voy, eshitma yo'q ekan obunachilar eshikda. Eshikda eshitma yo'q ekan, mayli. Okey, mayli. Bu yerda temir yo'l bor ekan. Holati. Bu temir yo'llar qayerga ketgan ekan? Obunachilar, men kanistrda ko'rishingiz mumkin. Bu kanistrda boyagi xonada ham ko'rgandek. Demak, bu kanistr mana bu nima desam bo'ladi, vagonlarga ketgan bo'lsa kerak. Lekin vagonlar, temir yo'llarni davomi qani? Bu shu bitta savol bor yana. Ikkinchi savol, bu narsalar qayerdan kelib qoldi? Qaranglar, mana bu yerda uzilib ketgan shekilli nimadir, bilmadim. Daraxtlarni qaranglar. Biz o'rmonda bizda albatta daraxt bo'ladi-da, daraxtni toshib qayergadir ketayotgan bo'lsa kerak. Menimcha bu yerda odam bo'lmasa kerak, bu yerda, bilmadim. Chunki nimadan kelib chiqyapsan deydiganlar bo'lsa, men ko'rishingiz mumkin, men detallarni ko'rishingiz mumkin. Iskirib ketgan, men zanglab ketgan, bu deyarli bir anchadan beri buni ishlatilmagan deb ko'ringandek turibdi obunachilar. Yana ham bilmadim. Agarda kommentariyada yozinglar, agarda sizlar birorta fikringiz bo'lsa.
Hamdardam obunachilar bilmadim kim buni qilib ketgan bo'lishi mumkin. Birorta poyezd, temir yo'lchi odamni taniysizlarmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bilmadim obunachilar, men hozir bu savolga hozir javob bera olmayman. Chunki men hozir hech kimni ko'rganim yo'q. Kim bu? Kim qo'yib ketgan bularni? Vobshe bilmayman. Hamdardam obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Kelasi videorolikka ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar obunachilar.